Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan yakka tartibdagi turar joy 276 metr kvadratga ega joy o'rni e'tiborlaringizga havola qilaman. Men topolojini tushuntirib o'taman. Paxtakardagi Shahidlar Bobo masjidini ko'p odam bilsa kerak. Shu masjid yonidan shunday yop o'tgan. Shu masjidning yoniga kelib turib, shu yopdan yanından girip keladigan bo'lsangizlar bir kilometr deychana giriladi. 1 kilometr chiqami yo'qmi o'lchamedik. Shu 1 kilometr yaqin giriladi. Eni 12, uzunasini 23 metr maydonda az qurilish ham etilgan. Qurilish tugallanmagan joy desak ham bo'ladi. Shu sotib chiqayotir. Shuni bu sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Shu yo'ldan to'g'ri boradigan bo'lsangizlar, masjidni dik yonboshidan chiqasizlar. Yan tarafa ketadigan bo'lsa, G'ayu tomondan chiqiladi. Xullas, Paxtakarni eng zo'r yerlaridan biri desak ham bo'ladi. Yopni bo'yi, bu yerda Nasulzambo, yoz kunlari bemalol shula suv tushib dam olsa bo'ladi. Endi joy o'rnini ko'rsatib o'taman. Shundan boshlanadi. Şuradan başlanadi. Eni 12 metr ekan, uzunasına 23 metr. Yerda yana dokumenti bor. Dokumentinde община davlat ro'yxatidan o'tkazilgan yer maydoni 276/53 ekan. Endi ko'rinib turibmi yo'qmi bilmadim. 276/53 общий kvadratidan bu. Berine bog' qismi bo'ladi. Yop tomoniga qarab bog' bo'ladi. Bu yerdan joy solinadi. Hozir yopni ko'rsatib o'taman. Yerda o'tiradigan cho'tki joylari bor ekan. Shularni topchalarni qo'yib, ajoyib tuzib qo'ysangizlar, yoz kunlari dam olish zona etib qo'ysangizlar ham bo'ladi shuni. Chiroyli qilib, bellarni taxlashtirib. Xullas, mesta zo'r. Oyib ketadigan yer. Uyning yanganasidan chiqib dam olaverasiz. Baliq tutsangizlar ham bo'ladi. Xullas, bunda yana bog' bo'ladi. Endi bu qurilish etilgan katta ulug'lar bir xona buzilgan. Yine bulayına pol nikoladi. Bunda kazık kakılgan iş. Kazıktan 12 metr. Dinlesine. Şimdi bulayı yıkıp tasap şöyle onun da joy satsanızlar bo'ladi. Algan adamın özünü haqsında qılaveradi. Xullas, ishundan joy o'rni aziz do'stlar, gelip turib o'zingiz ham ko'rib, tanishib sotib olaverasizlar. Narx-navosini, telefon raqamlarini video rolikimiz pastda yozib qoldiramiz. Paxtakar Shahidlar Bobo masjidining yonidan kirib kelinadi. Sложный joyi yo'q. 200-300 metr aralıkta yaqindan bir 3600 по-моему 3600 kvadrat joy o'rni chiqardik. Shuni yanginasida dokumentleri tayyor. Bemalol dokumentlarni ko'rsatib beramiz. Oldi-sotdi shartnoma etilgan 276/53 metr kvadrat. Video roliklarimize ajoyib like'larni bosamiz. Kommentariylarda takliflar bo'lsa yozib qoldiramiz. Aziz do'stlar, kimda kim joy o'rni, joy sotib olacak bo'lsa bizlarga bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Joylaringizni sotacak bo'lsangizlar ham bemalol tortinmasdan aloqa chiqaveringlar. Reklama qilib sotib berishga yordam beramiz. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.